Assalomu alaykum yurtdoshlar. Yangi obyektimizga keldik. Ko'pchilik so'raydi, gazoblovdan yuqursa bularni qurishyaptimi deb. Shuni ko'rsatish maqsadida keldik Norinkapaga. Ishlarimiz mana yetib keldi. Shu joyga 2,5 ming mo'ljallangan. 2,5 ming tag'ish ketadi deb. Hali urilganda ham bitgan jarayonni ham ko'rsataman inshaalloh. İşlerimiz hozircha 1000 ta olib keldik. Sifati zo'r, xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, shunaqa gazoblarni. Yetkazib beramiz. İşlerimiz sifati xudo xolasa butun yetib kelgan. To'raqo'rg'ondan Norinkapaga olib keldik 1000 ta. Shu joyga yetib kelishi 16,5 ming so'mdan bo'ldi. Kimga shunaqa sifatli gazoblar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Manzilimiz To'raqo'rg'on. Shundoq Humo to'yxona orqasida. İş. Cennette eshigini ushlaymiz u, ruchkasini inshaalloh. Halqami, ruchkami ushlaganimiz ish o'shanda tugaydi ekanlar. Siz bilan mendan zo'ri ham tugatalmagan ishni. Tugamaydi bu. O'lsang ham tugamaydi. Nabarot ishni haqiqiysi o'lgandan keyin boshlanadi. Hatto hayotga javob berish kerak, qilgan ishlarga javob berish kerak. U problema g'ayb. Ish gap qisqasi jannat eshigi ushalganda endi ish tugaydi. Nima demoqchiman? Ish tugamaydi akalar. Bunga bor, to'y, futbol, mashinalarni o'tirish, ish, panonim bor, po'kinim bor. Ota-ona uyda o'zi yakka o'tiradi, qarigan, 50, 60, 70 yashar. U bizni ikkita nonimizga emas, mehrimizga zor bo'ladi. Mana endi tushunyapsiz-da hozir. Bolamiz bizni 3 soatda sog'insa, biz bolamizni 30 minutda sog'inamiz.